Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan yana aziz. Bugungi obzorimizda Samsung Galaxy A56 budjetli smartfon. Hozir unpacking qilamiz, tashqi ko'rinishlarini ko'ramiz sizlar bilan birga va ichki xususiyatlari va sun'iy intellektlari, kamera test va game testlarini tekshirib ko'ramiz. Siz esa videoga like bosib qo'ying va menga obuna bo'ling. Mana shu Galaxy A56 ni sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi va hozirgi kunda narx-navosi qanaqa? Bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Tepasini o'zini ochib qo'ya qolaman. Ko'rinishi yomon emas. Ko'rinishi va ichidan faqatgina Type-C kabeli chiqadi. Olinishi juda qiyin ekan. Voy, makulatura tiqib tashashgan. Chiqaqa endi. Type-C kabeli kerak emas. Telefonni o'zi mana tashqi ko'rinishi zo'r, menga yoqdi va yonida obodoklarni ingichka qilishibdi. Metallический ekan. Orqa kamera dizayni lekin menga yoqdi. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, menga dizayni juda ham yoqdi. Men o'zimning subyektiv fikrimni aytyapman. Kamera joylashuvlarini ham, ya'ni dizaynlarini ham juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Ya'ni bitta qilib yorishgan obodoklarini birlashtirib yorishgan. Bundan oldingi Galaxy A55 da alohida edi. Menga lekin mana shu ko'rinish menga juda ham yoqdi va yon tomonlar obodoklariga keladigan bo'lsak, xuddi flagmanskiy seriyaga o'xshab ishlab qo'yishibdi, lekin metallический va ingichkaligi ham menga juda ham yoqdi. Bundan oldin Galaxy A55 da esa 8.2 mm edi. Bu esa 7.4 mm, ya'ni почти bir baravarga ingichkalashgan, lekin menga ingichkaligi juda ham yoqdi. Orqa qismi krishkasiga keladigan bo'lsak, shishadan qilingan ekan, mana o'zinglar eshitayotgan do'stlar, va oldi esa Gorilla Glass Victus Plus, ya'ni yaxshi himoyaga ega ekrani. Galaxy A56 ekran dyumi 6.7 dyum bo'lgan, bundan oldingi Galaxy A55 esa 6.6 dyum bo'lgan, ozginaga kattaroq, lekin ekran ramkalari, qora ramkalari o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, unaqa katta o'zgarish bo'lmagan va buni maksimal yorug'ligi 1200 nit bo'lgan. Galaxy A55 ga keladigan bo'lsa 1000 nit bo'lgan va ekrani AMOLED ekran, super AMOLED ekran, razresheniyasi Full HD Plus va bu 120 Hz da ishlaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 120 Hz da ishlaydi. Juda ham silliq, juda ham yaxshi ishlayapti. Telefon uncha og'ir emas, 198 gram ekan va IP67 qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni suvga himoyasi ham bor. Buni 4 xil rangi bor. Qo'limdagi qora rangi bor va bundan keyin kul rang bor, yashil rang bor va pushti rangi bor ekan. Galaxy A56 da sun'iy intellekti bor. Galaxy AI ni qo'llab-quvvatlaydi. Endi A seriyasida ham bor. Misol uchun damo knopkasini bosib turasiz, sensorni bosib turasiz, Google Lens ochiladi, xohlagan obyektni chizib olasiz va Google yordamida o'sha chizgan obyektingiz to'g'risida ma'lumot chiqazib beradi. Va qanaqadir sizga muska yoqib qoladigan bo'lsa, yana o'sha damo sensorini bosib turasiz, yonida muskani bosasiz, eshitadi va sun'iy intellekt yordamida o'sha muskani sizga topib beradi. Va fotoda ham bu narsa ishlaydi. Ya'ni mana hozir men iPhone rasmga olganman. Ya'ni Galaxy AI yordamida mana shu iPhone ni men o'chirib tashlashim kerak. Galaxy AI ni bosaman, sun'iy intellektni, удаление obyektni bosaman. Hozir ozgina kutamiz belgilab olamiz. Mana shu narsani o'chirib tashlashni, stol degan narsani meni hozir o'zi avtomatik tarzda belgilab oldi va udalitni bosamiz. Mana tozalab berdi, uncha yaxshi emas. Yana qaytadan chizamiz. Yana ko'rdi, yana udalitni bosamiz. Mana 2-3 marta papitkada tozalab beryapti sun'iy intellektni. Mana 4-papitka bo'ldi. Yana udalit qilamiz. Ozgina dog'lari qolyapti, lekin tozalab beryapti va rasmingizni ham sifatini oshirsangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, selfie rasmiga tushganman men. Yana Galaxy AI ni bosaman. Ya'ni mana bu yerda ulучшить degan narsa bor. Ya'ni ulучшit'ni bossangiz, rasmingizni sun'iy intellekt yordamida yanada sifatliroq qilib beradi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, do после turibdi mana. Hozirgi holati va sun'iy intellekt yordamida rasmni sifatini oshirib berdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Do после sifat yaxshilab berdi sun'iy intellekt yordamida. Batareyasiga keladigan bo'lsak, 5000 amperlik batareyka qo'yilgan. Galaxy A55 bilan bir xil. O'zi Samsung Galaxy'ning batareyasi yaxshi, sizga kun davomida
xizmat qiladi va kun davomida yetib beradi. Va Galaxy A55 dan farqi bor, ya'ni zaryad olishi tezroq bo'lgan Galaxy A56. Ya'ni bu 45 vattda qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni Samsung'ga o'zini 45 vattlik golovkasi bor. O'shanda zaryadga qo'ysangiz, zaryadingiz tezroq to'ladi va yarim soatda esa 65% gacha zaryadingizni to'ldirib beradi. O'sha 45 vattlik zaryadga qo'ysangiz. Buni operatsion sistemasiga keladigan bo'lsak, ya'ni sistemaning blochkasi mana One UI 7-versiya turibdi, ya'ni заводской o'zi bilan chiqdi va versiya Android 15-versiya turibdi, ya'ni oxirgi Android versiyasi turibdi. Samsung Galaxy'larga hozirgi Samsung Galaxy'larni sotib olsangiz, sizga 6 yil yangilanish keladi. Va shu o'rinda bir narsani aytib ketaman. 7-apreldan boshlab Samsung ishlatuvchilar uchun juda ham yaxshi yangilik. One UI 7-versiyaga обновлениyaga ruxsat beradi, ya'ni ketma-ketlikda, ya'ni Galaxy S24 seriyalariga, S23 va A seriyalariga ham A55 A35larga ham sekin-sekin обновление keladi. 7-apreldan boshlab ketma-ketlikda обновление berar ekan. One UI 7da yangi funksiya qo'shishgan, xuddi iPhone'ga o'xshatib qo'yishgan. iPhone bundan o'g'irlaganmi yoki Samsung bundan o'g'irlaganmi? Qaranglar. Sekundomerga kiramiz. Kirganimizdan keyin chatda bosamiz, chiqib ketamiz. Mana bu yerda sekundomer yuryapti, to'g'rimi? Ustiga bosamiz, mana sekundomer necha sekund bo'lganligini ko'rsatyapti. iPhone'ga keladigan bo'lsak, soatga kiramiz, sekundomerga kiramiz, startni bosamiz, chiqib ketamiz. Dinamik o'stiribdi, ko'rinib turibdi. Mana bu yerdan xohlasangiz pauza qilib qo'ysak bo'ladi, xohlasangiz zbros berib olsak bo'ladi. Shunda Samsung iPhone'dan o'g'irlaganmi yoki iPhone Samsungdan o'g'irlaganmi? Lekin bu narsani men birinchi bo'lib iPhone'da ko'rganman. Ya'ni dinamik o'stiribdi, ega bo'lgan iPhone'larda, ya'ni iPhone 14larda bu narsa bor edi. Samsungda esa One UI 7da bu narsani qo'shib qo'yishdi. Operativka xotirasiga keladigan bo'lsak, 8 GB bor, 12 GB bor. Ichki xotirasiga keladigan bo'lsak, 128 talik va 256 talisi bor. 512 talisi yo'q. Lekin mana shu Galaxy A56 da 512 talisini chiqarsa yaxshi bo'lardi. Chunki hozirgi kunda hech kim 128 talisini sotib olmayapti. Nafaqat Samsung, iPhone ham hech kim sotib olmayapti, chunki 128 tali juda ham tez to'lib qolyapti. 15 ta ilova yozasiz va ozgina rasmga tushsangiz yoki video olsangiz, uje xotirasi, ichki xotirasi to'lib qolyapti 128 tali. Yo'q deganda eng kamida 256 talisini olishyapti. 512 talisini qo'shsa a'lo, nur ustiga a'lo bo'lardi. Yana bilmadim, qo'shishmabdi. Kamera joylashuvi menga juda ham yoqdi. Dizaynlarini ham juda ham ajoyib qo'yishdi. Hozir kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 50 megapiksel, shirokogolniy kamerasi 12 megapiksel va makro obyektivi esa 5 megapiksel va oldi selfie kamerasi ham 12 megapiksel. Hozir rasmga ham olib ko'raman va videoga ham olib ko'raman. Sifatiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana shu Galaxy A56 ning kamerasiga. Galaxy A56 da asosiy kamerasi 50 megapiksel, 1x da asosiy kamerasida Full HD 60 fps da videoga tushiryapman, yurib olyapman va sifatiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Ovoz yozishlariga ham, mikrofonlariga ham va hozir 2x qilib ko'ramiz. Mana shu joydan 2x qilib ko'rdik. Mana va 4x bor. 4x ga qo'yib ko'ramiz, lekin 4x da sifati juda ham yomonlashib ketdi. 2x ga qaytamiz va yana 1x ga qaytamiz. 1x da yaxshi asosiy kamerasida, qolgan optический zoomlarida sifati uncha yaxshi emas ekan. Hozir boya aytganimdek Full HD 60 fps da videoga tushiryapman. Endi oldi kamerasi 4K 30 fps da videoga tushiryapman. Oldi kamerasida umuman 60 fps yo'q ekan. Full HD 30 fps bor ekan, HD 30 fps bor ekan va 4K 30 fps bor ekan. Lekin orqa kamerasida 60 fps bor Full HD da. 4K ham bor, lekin 30 fps da videoga tushirar ekan orqa kamerasida. Va oldi selfie kamerasiga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Prosessorga keladigan bo'lsak, Samsung Exynos 1580 prosessor qo'yilibdi, 4 nanometrli 8 yadr va grafический prosessorga keladigan bo'lsak, Samsung X-Clips 540 grafический prosessor qo'yishgan va ular aytishlaricha bo'yicha Samsung Galaxy A56 19%, 20% Galaxy A55 ga qaraganda tezroq ishlaydi deyishyapti. Mana o'zingizlar ko'rishingiz ham mumkin. Yaxshi ishlashlari yomon emas. Tezroq va shustroq ishlayapti.
Baribir hozir yangi bo'lganligi uchun ko'zimizga shunaqa tuyulayotgandir va vaqt o'tgandan keyin ana o'shandan keyin kuchini bilsak kerak. Lekin hozir men AnTuTu benchmarkni tekshirib ko'raman va test natijalarini o'zingizlar ko'rasizlar. PUBG Mobile ham test qilib ko'ramiz va PUBG Mobile necha FPS ochishini ham mana shunda hozir ko'rib olasizlar hammasini. AnTuTu benchmarkda men tekshirib ko'rdim, test qilib ko'rdim. 897.262 ball olibdi. Bu yaxshi va bu yoqda CPUda 296.395, ya'ni prosessorda, GPUda esa 258.028, ya'ni grafik prosessorda va 148.736 operativka xotirada ball olgan. Reytingga keladigan bo'lsak, reytingda ham yaxshi pog'onada turibdi. 46-47 o'rinlarni o'rtasida turibdi. 65-o'rinda esa A55 turibdi. Ya'ni A55 ga qaraganda yaxshiroq natija oldi. Va hozir sizlar bilan PUBG Mobile ko'ramiz necha FPS ochishini. Mana hozir PUBG Mobile o'ynab ko'ryapman. O'zi ba'zi bir telefonlar PUBG Mobile kirgandan keyin juda ham tez qizib ketadi, lekin bunda tez qizib ketishi men sezayotganim yo'q, lekin ozgina qaltirash bor. 60 FPS ochib ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir grafikasini sizlarga ko'rsataman. Mana plavniyda ekstremalniy ochib beryapti. Visokiyga keladigan bo'lsak, visokiyda ultra ochib beryapti, maksimumda ham ultra ochib beryapti. Ultra HDR yo'q. Ekstremalniy HDR ham yo'q. Plavniyda ekstremalniy ochib beryapti, 60 FPS ochib beryapti, lekin qanaqadirchi qaltirash bor o'yinda. Ozgina sezyapman. Menga shunaqa tuyulyaptimi? Ozgina qaltirashlar bor o'yinda qanaqadir. Galaxy A56 hozirgi kunda $380, $390 sotishyapti. Hozir narxi baland, chunki yangi chiqqan smartfon yaqinda kirib keldi bizning bozorga. Deydi, bir oy, 2 oydan keyin narxi $340, $350 atrofida bo'ladi deb o'ylayman, chunki bozorda ko'paygandan keyin narxi sekin-sekin avtomatik tarzda narxi tushib boradi. Lekin shu smartfon bo'yicha men o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Telefon tashqi ko'rinishi va ishlashi menga juda ham yoqdi, dizayni juda ham menga yoqdi, ingichka bo'lganligi va ishlashlari juda ham yoqdi va sun'iy intellektlari ham borligi hayratda qoldirdi. Ya'ni A seriyalarida sun'iy intellekt yo'q edi. A seriyasiga mana sun'iy intellektni qo'shishdi. Menga juda ham yoqdi. Va One UI 7 ga keladigan bo'lsa, interfeyslarni yaxshiroq qilishgan. One UI 6 ga qaraganda butunlay interfeysi o'zgargan. Mana shu tomonlar menga juda ham yoqdi. Kamerasi to'g'ri talabga javob bermaydi, chunki bu budjetli smartfon, flagman seriya emas. Flagman segmentga kirmaydi. Bundan katta narsa o'zi kutish kerak emas. Bespirodni zaryadga olmaydi, chunki budjetli smartfon. Bu smartfonni kimlarga maslahat beraman? Kundalik hayotda обычный ishlatadigan odamlar bo'ladi. Alloga oddiy rasmga tushadigan, bir o'yin o'ynaydigan, Instagramdagi, Telegramga kiradiganlarga, oddiy kundalik hayotda ishlatib yuradiganlarga bu juda ham zo'r smartfon. O'yin uchun emas, lekin o'yin uchun agarda siz $380, $390 ga smartfon sotib olmoqchi bo'lsangiz, imенно Android sotib olmoqchi bo'lsangiz, bundan yaxshiroq xarakteristika ega bo'lgan smartfon sotib olsangiz bo'ladi, faqatgina Samsung emas. Chunki Samsungning brendi boshqa brendlarga qaraganda yaxshiroq va sifatliroq. Shunisi bor. Lekin kundalik hayotda bu zo'r smartfon. Men o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Batareykasi ham sizga 1 kunga xizmat qiladi, zaryadkasi ham mana 45 vattda qo'llab-quvvatlaydi, ekrani 120 Hz, PUBG Mobile 60 FPS ochyapti. Zo'r emas, lekin sun'iy intellektlari bor. Yaxshi smartfon va sizga 1 yil, 2 yil bemalol xizmat qiladi shu smartfon. 5 oy, 6 oydan keyin zerikib qolmaysiz demoqchiman bu smartfondan. Men o'zimning subyektiv fikrlarimni aytdim. Lekin narxiga hozir qimmatroq, $390 ga qimmatroq, ozgina kuchinglarni men talab qilib qolaman. 1 oy, 2 oydan keyin $340, $350 ga shu smartfonni sotib olishga arziydi. Agarda siz Samsung ishlatib yurgan bo'lsangiz, siz yengillamoqchi bo'lsangiz, qo'lingizda A53 yoki A54 bo'lsa, A56 ga o'tishingizga arziydi. A55 bilan qanday farqi bor desanglar, faqatgina zaryadga olishida va sun'iy intellekti mana bunda Galaxy A56 da borligi va dizayni tashqi ko'rinishi A55 ga qaraganda yanada chiroyliroq va undan ham ingichkaroq bo'lgani farqlanib turadi A55 ga qaraganda. Shunaqa gaplar $350, $340 ga 1 oy 2 oydan keyin mana shu smartfonni kundalik hayot davomida oddiy ishlatib yuradiganlarga bu juda ham zo'r tanlov deb bilaman. Video obzor yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan ham qiziqarli video roliklar hali juda ham oldinda. Siz esa kanalimga obuna bo'ling. Keyingi roliklargacha sizlar bilan yana aziz bo'ladi.